O'zbekiston va Urugvay terma jamoalari o'rtoqlik o'yinidan so'ng O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro fikr bildirdi. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'ling. Eng so'nggi yangiliklar va rost ma'lumotlar faqat bizda. O'yindan so'ng o'z his-tuyg'ularini baham ko'rdi va jamoaning fidoyiligi, o'yin sifat hamda kelajak rejalari haqida to'xtaldi. U shunday dedi: terma jamoada har doim vaqtimiz cheklangan. Afsuski, bu safar 9 nafar futbolchimiz jarohat sabab o'yinda ishtirok eta olmadi. Men uchun barcha futbolchilarning imkoniyat va salohiyatini ko'rish juda muhim edi. Ular bilan ko'proq vaqt o'tkazib, ko'plab jihatlarni yaxshilash ustida ishlashni xohlayman. Futbolchilarning kayfiyati va maydonda bor kuchini berib o'ynagani meni xursand qildi. Murabbiy shuningdek raqibning darajasini ham e'tirof etdi. Urugvayga qarshi o'ynash oson emas edi. Biz Malayziyaga 2 kun oldin uchib keldik. Yaxshi dam olishga imkon bo'lmadi. Shunga qaramay, shogirdlarim fidokorona o'yin ko'rsatdi. Kuchli jamoalarga qarshi gol urish juda muhim. Bizda 2-3 ta yaxshi imkoniyat bo'ldi, biroq ularni ishga oshira olmadik. Shunga qaramay, futbolchilarga rahmat aytaman. To'psiz o'yinda yuqori tempda harakat qilishdi. To'p bizda bo'lgan paytda esa chiroyli hujumlar uyushtirishga harakat qildik. Urugvayni qiynash oson emas, ularning futbolchilari kuchli ligalarda o'ynaydi. Ammo jamoam ko'rsatgan o'yindan mamnunman, chunki bu jamoada katta salohiyat bor. Cannavaro shuningdek mashhur murabbiy Marcelo Bielsadan olgan iliq so'zlar haqida ham gapirdi. Bielsadan ijobiy fikrlar eshitganimdan xursandman. U futbolni o'zgartirgan tajribali mutaxassis, men undan ko'p narsalarni o'rganganman. Murabbiy endi kelajak rejalariga e'tibor qaratmoqda. Bizda hali 8 oy vaqt bor. Shu davr ichida jismoniy jihatdan yaxshilanishimiz kerak. Bu faqat mashg'ulotlarga bog'liq emas, futbolchilarning ovqatlanishi, dam olishi, uxlashi va mashg'ulot sifati ham muhim. Endi futbolchilar jahon chempionatiga bormoqchiman degan fikr bilan yashamasligi kerak. Biz bosqichma-bosqich tayyorlanishimiz zarur. Mundial oson bo'lmaydi. Cannavaro noyabr oyiga ham to'xtaldi. Noyabr oyida 2 ta o'yin o'tkazishni rejalashtirganmiz. FIFA kunlari tugagach, men O'zbekistonda qolaman. Super Lig uchrashuvlarini kuzataman. Ko'p murabbiylar bilan tanishaman. Mashg'ulotlarga borib, futbolchilarni tomosha qilaman. Bu terma jamoa murabbiyining ishi. Shuningdek, xorijda o'ynayotgan o'zbek futbolchilarini ham kuzatish uchun vaqt ajrataman. Murabbiy shuningdek, Dubayda bo'lib o'tadigan navbatdagi o'yinlar haqida ham to'xtaldi. Keyingi 2 bahs Dubayda o'tkaziladi. Faqat yig'inga chaqirilgan futbolchilar emas, balki Superligada yaxshi harakat qilayotgan o'yinchilarni ham kuzatamiz. Iloji bo'lsa, ularni ham chaqirib sinab ko'rmoqchimiz. Cannavaro o'yindagi ba'zi xatoliklarni ham tahlil qilib o'tdi. Urugvay kiritgan birinchi gol ofsayddan kiritilgan deb o'ylayman. Ikkinchi gol esa himoyadagi bo'z zonadan foydalangan holda urildi. Ba'zan jarima maydonida zichroq o'ynash kerak. Kuchli jamoalarga qarshi bahslarda e'tibor va diqqatni maksimal darajada saqlash lozim. Murabbiy futbolchilarga tanaffusda ham muhim ko'rsatmalar berganini aytdi. Men ularga 15 daqiqada ehtiyot bo'lish kerakligini aytgan edim. Birinchi bo'limda yaxshi o'ynadik, lekin agar e'tiborni yo'qotsak, bu raqib uchun imkon bo'ladi. Urugvay aynan shundan foydalandi. U shuningdek o'yinchilarning ruhiy holatidan ham mamnunligini bildirdi. O'yinchilar yaxshi kayfiyatda maydonga tushishdi. Ular bilan o'yindan so'ng suhbatlashdim. Ularga tempni oshirish kerakligini aytdim. Ba'zilar ikkinchi taymda biroz charchagandek ko'rindi, lekin motivatsiyani yuqori darajada ushlab turish muhim. O'yin dinamikasini o'zgartirish haqida gapirdim va bahs oxirida bunga erishishga harakat qildik. Bitta gol urdik. Yana urish uchun imkoniyat yaratdik. Kiyim almashtirish xonasida futbolchilarga faxrlanishimni aytdim. Bu yerga kelganimdan beri har bir futbolchi bor kuchini berib o'ynamoqda. Fabio Cannavaro o'z so'zlarini shunday yakunladi: Men bu jamoaga ishonaman. O'zbekiston terma jamoasi endi yangi bosqichga chiqmoqda. Oldinda jiddiy sinovlar, ammo eng muhimi jamoada ruh, ishtiyoq va birlik bor.